Dunyoda shunday insonlar yashab o'tganki, ular adolat yo'lida o'z hayotini ham ayashmagan. Bugungi hikoya Italiyaning ikki afsonaviy prokurori Giovanni Falcone va Paolo Borsellino haqida. Ular dunyodagi eng xavfli jinoiy tashkilotlardan biri bo'lgan Cosa Nostraga qarshi urush ochgan insonlar edi. 20-asrning ikkinchi yarmida Sitsiliyada Cosa Nostra oddiy jinoyatchilar guruhi emas, balki ulkan jinoiy imperiyaga aylangandi. Ular giyohvand moddalar savdosi, tovlamachilik, qotillik va korrupsiya orqali milliardlab dollar ishlab topardi. Siyosatchilar, biznesmenlar va hatto ayrim davlat amaldorlari ham ularning ta'siri ostida edi. Mafiyaning eng muhim qoidasi omerta, ya'ni sukut saqlash edi. Kim ularga qarshi chiqsa yoki sirlarini oshkor qilsa, o'lim bilan jazolanardi. 1980-yillarda Palermo prokuraturasida ishlagan Giovanni Falcone va Paolo Borsellino Cosa Nostraga qarshi keng ko'lamli tergovni boshladi. Ular mafiyaning moliyaviy tizimini o'rgandi, yuzlab jinoyatchilarni bir-biriga bog'ladi va eng muhimi, ichkaridan guvoh topishga muvaffaq bo'ldi. Bu guvoh mafiyaning sobiq a'zosi Tommaso Buscetta edi. Cosa Nostra uning oila a'zolarini shafqatsizlarcha o'ldirgach, u sukutni buzishga qaror qildi. Buscetta Falcone bilan oylar davomida hamkorlik qildi. Cosa Nostra qanday ishlashi, rahbarlar kimligi va qotilliklar qanday rejalashtirilishini batafsil tushuntirib berdi. Falcone uning ko'rsatmalarini boshqa dalillar bilan tasdiqlab, tarixdagi eng katta mafiya ishini tayyorladi. 1986-yilda Palermo shahrida mashhur katta sud ishi boshlandi. 475 nafar mafiya a'zosi sud qilindi. Yakunda 300 dan ortiq jinoyatchi aybdor deb topildi va ko'plab mafiya yetakchilari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu Cosa Nostra tarixidagi eng og'ir zarba edi. Sud hukmlari keyinchalik ham o'z kuchida qoldirildi va davlat mafiya rahbarlarini ketma-ket qo'lga ola boshladi. Eng katta yutuqlardan biri 1993-yilda Cosa Nostra boshlig'i, Bosslar boshlig'i nomi bilan tanilgan Salvatore Rinaning 23 yillik qidiruvdan so'ng qo'lga olinishi bo'ldi. Uning hibsga olinishi Cosa Nostraning qudratiga berilgan eng katta zarbalardan biri sifatida tarixga kirdi. Ammo mafiya qasos olishga qaror qildi. 1992-yil 23-may kuni Giovanni Falcone rafiqasi va qo'riqchilar bilan Palermo aeroportidan qaytayotganida avtomobil yo'li ostiga joylashtirilgan qariyb 500 kilogramm portlovchi modda masofadan turib portlatildi. Falcone, uning rafiqasi va 3 nafar qo'riqchisi halok bo'ldi. Oradan atigi 57 kun o'tib, 1992-yil 19-iyul kuni Paolo Borsellino ham Palermo shahridagi ko'chalardan birida avtomobilga joylashtirilgan bomba portlashi oqibatida 5 nafar qo'riqchisi bilan birga halok bo'ldi. Mafiya ikki buyuk prokurorni o'ldirdi, ammo ularning maqsadini yo'q qila olmadi. Aksincha, bu voqealar butun Italiyani uyg'otdi. Davlat mafiyaga qarshi yanada keskin kurash boshladi. Yuzlab jinoyatchilar qo'lga olindi va Cosa Nostra o'zining avvalgi qudratini yo'qota boshladi. Bugun Giovanni Falcone va Paolo Borsellino nafaqat Italiyada, balki butun dunyoda adolat, jasorat va qonun ustuvorligining ramzi sifatida xotirlanadi. Ular o'z hayoti evaziga bir haqiqatni isbotladilar. Ya'ni jinoyat qanchalik kuchli bo'lmasin, adolat uchun kurashadigan insonlarni yenga olmaydi.